Ukang oilamizning umidi, sen esa uni qamoqqa jo'natding. U yerda bir hafta azob chekdi. Linsang, sen o'limga loyiqsan. Boy erimni oldiga pul so'rab keldingizmi? Nimalar deyapsan? Ota-onang bilan shuni Berishim kerak. Xiaoqiang, men bugun yoniga muammo bilan kelganim yo'q. Otang kuyovimiz oldiga boramiz deb turib oldi. Qanday haqqingiz bor pul so'rashga? Sizga aytib qo'yay. Shu kundan boshlab Hoy. Nima qilish kerak? Tinchlantiruvchi ukol qilish kerak. Ertaga uxlab turgach hammasi yaxshi bo'ladi. Yoki uni xurmachi yig'lashini istaysiz. Li xonim, yana biror bezovtalik. nega Linvanga mumkin? Nega u muzqaymoq yeb uni tashlab yuborishi mumkin? Men esa faqat uni ortidan yurib, u yerdan terib yeyishim kerak. Bugun qaysi jini tutib qolganini bilmayman. Ruhshunosga borishga majburladi. Xonim. Ruhiy sog'lig'ingiz mutlaqo joyida. Nima qilasiz? Uni uraman. Agar kattalar bilan ziddiyatga borsangiz-chi? Uni uraman. Sizni esingizda qolish uchun urishadi. Men ham uni esida qolish uchun uraman. Doktor Li, siz va xonim baribir alohida yashashingizni tavsiya qilyapti. Toki uni kasalligi Nega to'satdan menga muzqaymoq sotib oldi? Katta bitim tuzib, milliardlar foyda ko'rdimikin? Kayfiyat yaxshi bo'lgani uchun shunday qildimikin yoki siz Ko'zingga qarab yur. ortingizdan ketyapman. Yaxshiyam keldingiz. Bu yangi do'konim logotipi. Sizningcha qalay? buzildi. Nahotki logotipdagi xunuk odamsiz bo'lsangiz. Bilasizmi, u xunuk chiroyli, lekin chindan ham sizga hozir o'xshaydi. Bu rostdan ham sizmisiz, a? Qani?